topshiriq beraman. Kirib olaman deb kelganlar, kim nima maqsad topsa maqsad bitta aytsak masalan yozma bo'laman. Aka siz nima maqsad qilgansiz? Kirib olmasa kim nomiga maqsad? Zaten nomiga o'tiradi. Siz ne? Bu kishimi? Qaysi mahalladan? Qiziltepa mahallasi. Kim? Qiziltepa mahallasi. Qiziltepadan? Qiziltoy. Qiziltepa. So'g'on bormi? Kim aka familiyasimiz? Rajab Asqar. Rajab Asqar. Ha? Qancha so'm olmoqda? Qancha limit chiqsa shunday bizda. Hozir kul oshtirib keldingizmi? Ha, o'chirib. O'naydi-da. Va chiqqandan keyin Shahzodga uchrashasizlar. Hozir xodim bor. Birdan ko'rib bo'ladigan turli kartalarni tashlab chiqarib beramiz. Necha pulgacha berasiz? 50 million so'mgacha beramiz 25%dan 5 yil muddatga. 25%? Maqsadni chorvalar qanaqa yo'nalishda beramiz. Oylik chaqirgan bo'lsa bo'ladimi? Oylik ish haqimi? Ya o'zingiz bankga fuqarolarga berasiz, sizlarga beriladi. Imtiyoz davri qancha keyin limit hozir 5 yil bo'lyapsiz-ku biz. 2 yil imtiyoz davri bor. 5 yil bo'lyapmiz. Masalan, o'shani 2 yilda yopib tashlagan Bo'ladi. bu dastak bo'ladi. Ko'proq pul olib kelasiz, yopib tashlaysiz. Yopganda ham bunaqa esdan chiqarmang. Shu bankka kelgan paytda ham yoptirib, nol qildirib, yopilmadi. O'yirim bo'lib chiqib ketgan. Ko'plar shu pulda chiqib ketadi, bu yerda shunga aytmaydi, bu bazada bu yerda. Misollar bizda 12 mingta, 13 mingta klientimiz bor. 13 mingta ichine kirib chiqib kirmaydi-da. Siz tashlab yoptirib, ketay shuni